Assalomu alaykum butun planeta. Bugun musulmon birodarimiz Hamza Chimayev mag'lubiyatga uchradi. Men yana tushkunlikka tushib qoldim. Nimaga nohaqlik bunchalar kuchli? Nimaga? Hamza Chimayev 90% raundlarni o'z hisobiga yozgan. Ozgincha muddat oldin xuddi shu narsa menda ham bo'lgan. Nimaga nohaqlik bunchalar kuchli? Mag'lubiyat bir alam qilsa, nolli seriyangda mag'lubiyatsiz ketayotgan nolli seriyangni yo'qotish bir alam. Nohaqlik bo'lgani bir alam. Lekin musulmon yigiti hech qachon sinib qolmaydi. O'nqir-cho'nqir yo'llarda yiqilib, o'sha joylarni eslab qolib, tegishli xulosani chiqarib, yana yurishni davom etadi. Omad qushi qo'nib turganda yoningda paydo bo'lib qolgan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi yaqinlar ba'zi bir mag'lubiyatga uchraganingda sraz asl basharasi ko'rsatadi. Sraz. Hamza Chimayevda bu holat kuzatilmasin. Uni ko'pchilik musulmon ahli yaxshi ko'radi. Men ham yaxshi ko'raman. To'g'ri, ba'zi bir joyda juda ham qo'pollik qilar, ba'zi bir joyda juda ham xarakter ko'rsatadi. Lekin u hayotda haqiqiy o'rnak bo'ladigan inson. Xudo xolasa meni ko'rish niyatim bor inshaalloh. Biza bitta yo'lda Hamza Chimayev sal oldinda men ham harakatdan yetib boraman inshaalloh. Niyat qilganman, albatta erishaman. Ota-onam duo qilib tursa bo'ldi. O'zbekiston qo'llab-quvvatlab turinglar, xudo xolasa inshaalloh nima bo'lganda yigit kishining boshiga kulfat tushmasin, mag'lubiyat tushmasin. Men buni xohlamayman. Rostdan, chin yurakdan. Xudo xolasa inshaalloh nohaqlik hech qachon bo'lmasin. Faqat chestni hayotda, chestni mujiklik yashaylik. Sizlarni yaxshi ko'raman, xudo xolasa. Keyingi jangimizda Hamza Chimayev bilan men ham chiroyli g'alaba qilib sizlarni xursand qilaman. Assalomu alaykum.